juma kuni uchun bir iymoniy salaflarning so'zidan. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu aytarkanlar: "Man zahada fid dunya tahawuna bil musibat." Kim dunyoga beparvo bo'lsa, musibatlarga yengil qaraydi. "Va man yartaqaba al maut sara'a ila al khayrat." Kim o'limni eslab yashasa, yaxshilik qilishga ham shoshiladi der ekanlar. Dunyoga beparvo bo'lish, ya'ni dunyoni lazzatlariga, molga, mansabga e'tibor bermaslik, asosiy maqsadi qilib olmaslik. Mana bunaqa kishi dunyo yo'qotishlaridan, boylik yo'qotishdan, sog'lig'ini, yaqin insonlarini yo'qotishdan shikoyat qilmaydi, sabr qiladi. "Va man yartaqaba al-maut." Kim o'limni eslab yashasa, yaxshiliklarga shoshiladi dedilar. Ya'ni o'limga doim yaqin ekanini eslab yashash bu insonni vaqtini behuda o'tkazmasligiga sabab bo'ladi. Yaxshiliklarga, ibodatlarga, savob amallarini bajarishga shoshiladi.